Hammaga assalomu alaykum. Kecha bozorchilik qilib keldik. O'shanda aytgandim, bir haftada necha pul ishladik, bir hafta emas, 4 kunda shuni ko'rsatib ketaman deb. Xo'p, kecha 60 qariyb 62 yevrolik bozorchilik qilgan bo'lsak, menimcha bu bir haftaga aniq yetadi agar. Xo'p, hozir qancha pul ishladik? Ishlagan pullarimiz, soatlarimiz shunaqa yozilishi kerak, ish beruvchiga beriladi. Ahmadjon yozganlar, ism mana 24:08 ishga chiqdim. 30 daqiqa ovqat yedim. 17:25 ishni tugatdim. Nima ishlar qildim? 8 soat 55 minut ishladim. Xo'p, endi 8 soat menga 10 yevroyu 12.18 sentdan to'laydi soatiga. Xo'p, 55 daqiqaga ko'proq to'lash kerak, chunki bu bir kunda 8 soat ishlashga ruxsat bor. Ondan ko'p ishlasak, mana bu yerga, misol uchun, o'zimiz xohishimiz bilan ishladik deb, mana qo'l qo'yib berishimiz kerak. Bu degani 55 daqiqa bu sal boshqacha soatdan yoziladi, lekin uni qancha pul qo'shilishini bilmayman. Shuning uchun gapirsam yolg'onchi bo'lib qolmay dedim. 4 kunga o'zingiz hisoblashingiz mumkin. Mana o'rtacha 8 soatdan ish bo'lgan. Soatiga 10 yevro 18 sent.